Aka nima suv berdingiz? Qahramon aka, bu vodoprovod suvi. Klientlarimiz so'rayaptiki, vodoprovod suvini ichimlik suv qilsa bo'ladimi? Shunga nima yechim bor? Kelgan albatta qilsa bo'ladi. Bundan ham xudo xolisa zo'r yechim qilib beramiz. Bizda rossiyskiy baryer firmani filtrlari kelgan. Mana son bilan ochib ko'ramiz xudo xolisa. Bu 6 stupenkali filtrimiz bo'ladi. Nasosi bo'ladi ichida. Bunga qo'shimcha ichida o'zini jo'mraklari va rashbaklari bo'ladi. Qo'lni ustunotka qilib, xudo xolisa foydalansa, vodoprovod suvini ancha ichimlik suvi qilib beradi xolisa. Bemalol. Bu garantiyalari, narxlari haqida? Garantiya, servislari hammasi bor. Xudo xolisa bizdan olsang, ustunovkalari tekin. Olib borib servis tekinga qo'yib beradi. Adresimiz bizni Foziltepada, shunday kelaverishdi. Ko'chaning yuzida plasterim do'kon. Bemalol kelsanglar, chiroyli narxlarda Xudo xolisa qilib beramiz chiroyli narxlarda.